Assalomu alaykum. Bizda yangi devor mebel Namangan Chortoqqa kelganmiz, Baliqko'lga. Bu ikkinchi xonamiz bu yerda. O'rtaga dushoy qo'yishgan, orqada ariston. Buni ikkita yoniga biz mebel qilib berishimiz kerak, shkaf tayyorlaymiz. Dushoy ko'rinmasligi kerak. Bitta muammoyimiz bor. Bu yerga mebelni qo'yganimizdan keyin kelajakda mana ariston ham olinishi kerak. Shuni hisobiga ko'proq joy tashlab ketishimiz kerak. Bu tarafi orqasiga qolib ketaveradi. Buni yopishtirib qo'yarsak ham bo'laveradi. Endi baribir ozgina ransiya bilan qilsak kerak-ku. Shunaqa boshi qotiradigan ishlar. Boshlayapmiz, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. O'rtada dushovoy, eshik butun bo'ladi. Ba'da ikkita shkaf bo'lyapti. Xo'p. Bu yerda biz ancha tashqariga chiqib ketdik. 50 cm xot qoldirdik. Aristonga bemalol kiriladi. Bu taraflarga ham bemalol ishlatsa bo'laveradi xullas. Bu tarafida sal torroq, shkaf kattaroq qildik. Bu tarafini ham bemalol sal eblab kirib ishlatsa bo'laveradi. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Dushovoyimizni ustini o'rab qo'ydik. Ikkita chekka shkaf, o'rta o'sha dushovoyga yo'l bo'ldi. Bemalol eshiklarni ochib dushovoyga kirib ketilaveradi. Shu vaqtda aristonga o'tishga xodlar bemalol. Osha-moshalarimiz vakuumli, qora turbali ruchkalar. Ikkita chekkasi garderob. $5,500,000 so'mga mashq holatda dushovoy mebelimiz tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz.